Diqqat! Aholiga tezkor xabar. Endi yarimta piyodaga ham yo'l bering. Aks holda 375 ming so'm miqdorida jarima to'laysiz. O'zbekistonda yangi jarimalar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling, endi yarimta piyodaga ham yo'l bering. Chunki piyodani o'tkazib yubormaganlik uchun jarima 2 barobar oshirildi. Endilikda piyodalar o'tish joyida piyodaga yo'l bermagan haydovchi 375 ming so'm miqdorida jarima to'laydi. Ushbu o'zgarishlar yo'l harakati xavfsizligini oshirishga va haydovchilarning intizomini kuchaytirishga qaratilgan, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, ushbu yangilik barcha haydovchilarga yetib borishi uchun video ostiga like tugmachasini bosib, yangilik haqida o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.